Homiladorlik davrida vitaminlar. Afsuski, biz barcha vitaminlar, makro va mikroelementlarni faqat oziq-ovqat mahsulotlaridan ololmaymiz. Shu sababli turli xil qo'shimchalar va vitaminlar yordamga keladi. Ular haqiqatan ham foyda keltirishi va zarar qilmasligi uchun analiz topshirib, aynan qaysi vitamin va mikroelementlar yetishmayotganini aniqlash kerak. Lekin mamlakatimizda deyarli hamma uchun yetishmovchilik bo'lgan bir qator vitaminlar mavjud. Normal homiladorlik bo'yicha klinik tavsiyalarda ular sanab o'tilgan. Bu foliy kislotasi. Uni homiladorlikning boshidanoq buyurishadi, lekin uni qabul qilishni rejalashtirish bosqichida, ya'ni homiladorlikdan oldin ikkala hamtor ham boshlagani yaxshi. Kuniga 400-800 mikrogramm. Yod, aholining aksariyatida uni oddiy ovqatlanishda yetarli emas. Istisno bu dengizbo'yi hududlari. U yerda asosiy ovqat mahsulotlari dengiz mahsulotlaridan iborat. Dozasi kuniga 200 mikrogramm. D vitamini ham yetishmovchi hisoblanadi, chunki mamlakatimizning katta qismida quyoshli kunlar ko'p emas. 500 dan 1000 gacha xalqaro birlikni ichish kerak. Lekin hammaga birdek polivitaminlar, omega 3 A, E vitaminlari, temir preparatlarini doimiy buyurish tavsiya etilmaydi. Ular faqat xavf guruhidagi ayollarga va laboratoriya tahlillari natijasida yetishmovchilik aniqlangandan keyin buyuriladi. Har qanday holatda ham biror vitamin yoki qo'shimchani qabul qilishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish kerak.